Okalar sotuvimizga 2022-yil oxiri 23 kuzov bilan chiqqan, olib haydashga tayyor, bor yo'g'i 58 ming kilometr yurgan родной kraska Damas kelib qoldi. Mashina to'liq variantda shumizatsiya qilingan, tonirovkalari bor, metan gazlagacha uстановка qilingan, yaxshi qimmat architskiy balonlargacha qilingan. Aytganimdek, mashina to'liq variantda shumizatsiya bo'lgan okalar. Salonlarni ko'ring, salonlari ham idealniy bo'lib turibdi. Ko'ngilni xira qiladigan joylari yo'q. Mana bunaqa yaxshi qimmat chexol taqilgan, barlargacha uстановка qilib qo'yilgan, yana poliklari bor. Probiga 58 ming kilometr bo'libdi. O'zidan halol urgan probiga, bunaqa yaxshi metfollargacha uстановка qilib qo'yilgan, barlargacha qatorga barlar uстановка qilingan, o'zining pioner kolonkalarni Lenovo'dan yaxshi vibratsiyatorlar uстановка qilib qo'yilgan okalar. Aytganimdek, yili kuzupi 2023-yil okalar, 23-yil oxirida ishlab chiqarilgan. Nato hadovoy korobka mostlarida hech qanaqa ishlar yo'q, xudo xolasa olib maza qilib haydaysizlar. Kraskalar top-toza, ozgina muddatga generalniy davenishga ham chiqadi. $4900 bo'lsa berib yuboramiz.